Assalomu alaykum hammalari qizlarjonlar, yaxshimisizlar? Bugun shu uyni bo'rka qilamiz. Bir chekkadan tozalab chiqamiz. Tozalamasa bo'lmaydi-ku, uyimizda mehmon bor edi. Shu uylarda endi parahod qilib bir chekkadan tozalab chiqamiz. Artib, tozalab idishlarni yuvib, короче 1 2 3 qilib parahod qilamiz. 1 2 1 2 3 mana ko'rdinglar, o'zinglar chiroyli qilib parahodlar bilan tozalab qo'ydik stollarni ustini. Mana ko'rishlar, mana stolimiz sinib qolgan, buni to'g'rilamadim, ahamiyat bermaysizlar. Mana chiroyli qilib tozalab qo'ydik, yerlarni shipirib. Endi biz bo'lib turibdi, ko'rmayapti. Mana killarni ham solib qo'yganman men. Men shunaqa aqlli qizman-da. Endi ketdik qizlarjonlar, boshqa joyga o'tamiz. Ana keldik, endi sekin eshik ochamiz. Yo, to'xtinglar, mana bu spalni. Bu yerga kirsa bo'lmaydi, bu uyat bo'ladi, ketdik boshqa joyga. Mana keldik bu yerda, lekin yig'ishtirmaymiz qizlarjonlar. Bu yerda просто sizlarga manzarani ko'rsatmoqchiman. Mana chiroylimikan? Qarang, har hamma